Dilor qayerdasan? Ehtiyot bo'ling. Qayerdasan? Keling. Nima bo'pti? Tug'ilgan kunlaringiz bilan. To'xtating shu zamonni bugun kuni chiqsin ishqning tumani bugun nima shovqi Happy birthday to you Happy birthday to you Kiyo Machumadim nimalar bo'lyapti bu yerda? Endi bugun tug'ilgan kunim edi, shunga. Mashinani kaliti. Adajon? Uyi kaliti. Ada, endi meni tug'ilgan kunim bo'lganiga. Meni yaxshi ko'rgan gulim. Gulim bitob. Gulim bitob. Yaxshi ko'rgan gulim. Mo'min aka, bu kichikcha-yu noyob gul edi. Yur, jonim qochib ketamiz. Bizlarnikida ota-onam bilan yashaymiz. Yur. Ota-onangiz ham bizlarnikida yashaydilar-yu. Nima qilamiz endi? Bo'pti, yuring, mazki bitta joy ko'rsataman. Seni tashlab ketgim kelmayapti. Flowers Garden. Bu yoqdan dunyoning eng zo'r gullarini topsangiz bo'ladi. Yana adami gullarini ham. Yur topinglar. Kutib yur. Flowers Garden'dagi o'simlik va gullar Italiya, Turkiya, Xitoy va boshqa davlatlardan ham olib kelinadi. Men bu gulni olib Bu yo'ni umumiy maydoni 49 gektar ekan. Men bitta importli o'simliklar bor ekan. Naryoqda mahalliy o'simliklar bor ekan. Menga qara, adini gulni topinglar tezroq. Yana zo'r tarafi bilasizmi nima? Bu o'simliklarni faqat bahorda emas, yil bo'yi eksangiz bo'ladi. Ey, adini gulini topinglar. Mana shu adami gullari. Ana endi Dilor, sen bilan birgalikda butun umr yashaymiz. Sizlarnikida. Hayronman qizim, shu so'tingni nimasi yoqadi senga? Adajon, sizni gulingizni topdim. Xuddi o'zi. Qatdan topdingiz? Chet elga borib olib keldim. Bu endi oddiy gulmas ekan-ku. Lekin ozgina kechikdingiz. Nimaga? Chunki sizni nomingizga hamma narsani olib, bojangizga podarka qilib yubordim. Bojangizga ham, bojamga ham, boyligingizga ham, sizga ham, qizingizga ham, hammalarga tupurdim. Hamma, bu yelkamni chuqur ko'rsam, qizingizni sevardim men. Ana shunaqa degan odamni o'ldirib yuborsanglar kerak-a? Ochinglar! Ochinglar!